balki sizning san'atlaringiz shuning uchun yaxshi yurmayotgandir. Ahamiyat berib Kia K5, Kia San'at tomonidan 12 har kuni san'atga qo'yapmiz. Nima uchun? Sizga savol. Chunki bu avtomobillarda spetsial o'zi uchun tushayotgan miyalardan biz foydalanamiz. Bu miya to'g'ri qimmat keladi, lekin bundan boshqalari bekorda 8 ta injektor boshqasi yurg'izib bera olmaydi. Va balonni обязательно Belorussiya qilish kerak va orqasini termotrubka qilish kerak. Siz aytasiz, arzonchisi kerak, arzonchisi kerak dedi. Da agarda sizga Belorussiya qilmamaydi deydigan bo'lsa, 2000 so'm arzon bera, termotrubka qilmamaydi deydigan bo'lsak, yana 2000 so'm arzonlashib ketaveradi. Mana bu miyadan qo'ymaydigan bo'lsangiz, san'atga yanada aka ishoning, shuni aytayapman. Siz eng kamida obuna bo'lib turavering. Mayli, mashinangizga qo'ydirmasangiz ham bu avtomobillarga qanday xizmat qilish kerak va nimalarga ustunovka qilganda ahamiyat berish kerak. Shularni biz to'liq video davomida aytib o'tamiz bilganimizcha. Garantiya asosida ustunovka metan, propan qilib beramiz. Xo'p, K5 avtomobiliga keladigan bo'lsak, bunga ham ideal holatda propan ustunovka qilib bermoqdamiz. Ya'ni ustunovkamizni hozir sizga men tanishtirib o'tgan bo'lsak, ahamiyat berib qo'ying. Nano bloklardan foydalanmoqdamiz. Bu nano blokning afzallik tomoni bularda OBD bor, o'shaning hisobiga chek-bek yonib qolmaydi. Reduktorimizga keladigan bo'lsak, reduktorimiz 1 yil garantiyaga ega bo'lgan Adax reduktori hozir kunga chempion chiqyapti va men ichning xomiti. Aka shuni aytayapman, siz faqatgina sifatiga klient bo'lasiz. Agarda sizga ham xuddi shunday sifatli, ishonchli propan yoki metan xizmat kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga kelishingiz mumkin. Bu videoni maksimum propan va metanning sifatisini qayerda qo'ysam bo'ladi deydiganlarga yuborib qo'ying. Aka ishoning, propan qo'yishingizga faqatgina bittagina sababini aytaman, sirasi o'zingiz propan qo'yishga qiziqib qolasiz. Chunki propanni Aktam 98 beradi va ikkinchi pilizga keladigan bo'lsak, toza benzin qayerda bor deb qidirib yurmaysiz. Bir marta faqat ishonchli propan qo'ysangiz bo'ldi. Mana 03 skalasidagi farsunkalar qo'yganimizga ahamiyat bering aka. Mana shunaqa men uchun joy va hid chiqarmaslik uchun fragment original shlankadan ishlatganmiz. Ko'pchilik mana shu joyga ham oddiy shlanka qo'yaveradi. Ahamiyat berib qo'ying va xomitlarga qarang aka. Har birini men uchun xomitlarini ham ideal qilib mana tiniq yozilgan bo'lib, esiz ham uncha-munchaga ezilmaydi. Bu issiqdan sovuqqa o'zini o'zgartirmaydi, propan hidi chiqmasdan sizga uzoq yil xizmat qilib beradi. Agarda siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, bunga o'xshash ma'lumotlarni 100% berib o'tamiz. Kilometrajlar masalasi bo'yicha ham bunga ham nano blogidan foydalanmoqdamiz. Boyagina OBD funksiya bor. Tanlovda adashmaymiz. 24/7 Sirdaryo metanga ishonchli, sifatli propan metanni sizga taklif qilib qoladi. Butun oblast bo'yicha esingida bo'lmagan narxni bilan sizlarga ustunovka qilib beramiz.